Gaz servis deno kuzatuvchilari o'zim mashinamga anchadan beri propan ustolovka qildirmoqchi edim. Akalarga olib keldim. Aka aytayapti, ishimizga javob deyapti. Assalomu alaykum. Batafsil tushuntirsangiz. Assalomu alaykum hammaga. Bu mashinamiz gaz uстановkasiga olib qoldik. Xudo xolasa buni cho't chiqib yurgizib beramiz. Bizni ziyod bilan kam bo'lmaydi. Ishlarimizga 1 yil garantiyalarini beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Любой turdagi mashinangizga gaz uстановkalar, metan, propan farqi yo'q. Qilib beramiz. Pastni o'rnida qoldiramiz. Ish jarayonini kuzatib olinglar. Davom etamiz. Shundaga propan uстановka qilindi. Endi aka sizlarga mana qarab endi Bunga qo'ygan zapaslarimiz Yevropa gazdan avans 32 ga 4 funksiyonalari miyamiz bo'ladi va injektor bo'lsa har doimgidek atmosferniy motorlarimiz lipo ishlatilayotgan real 2 kompleks sport portingamiz bo'ladi. Bu yerda mana kodlarimiz Samosetda original mahsulotlar bo'ladi. Bu yerda shtrix kodlar bo'ladi. Aldanib qolmaymiz. Patent yo'lida chiqib ketgan. Shunaqangi fragment chiqarmagan. Barcha shunaqangi original bo'ladi. Orqa ko'rinishdagi esa kreditalik tablet yo'llarni ustun chiqarib berganmiz. Orqa ko'rinishlar ko'rishingiz mumkin. Orqa ko'rinishdagi hech nima qo'yilmagandek turibdi. Bitta polik ko'taramiz bu yerda. Qirib balonimiz turibdi mana. Ko'rishingiz mumkin. Hech qanday ko'tarib mo'mos bo'lmagan. Zapraka joylarga fitting turkalarga hech qanday turib qo'yib berganmiz. Bu yerda termo turkalarni qo'yib berganmiz. Joylashlar cho'tki, mashina yurishlari udor bo'lgan. kimga shunaqa metan propan uстановka kerak bo'lsa, aka men nomini chiqsalar skidga qiladi. Aka, gapi yo'q.